Sehr, jodu, issiq sovuq qilish hozir juda ham ko'payib ketdi. Hurmatli yigitlar, erkaklar juda ham xushyor bo'lasizlar. Ayollar ko'pincha bu narsa bilan shug'ullanyapti va erkak kishini istaman, sovutaman, o'zimga qarataman deb turib har qanaqangi jirkanch ishlarni qilib yurishibdi. Eng yomoni ayollar o'zlariga qarshi, masalan, kelinni kimdir issiq sovuq qiladi, sehr jodu qiladi yoki bo'lmasam qaynonasini qiladi kimdir, opa singillarini, xullas ayollar o'zaro bir-birini va ba'zi ayollar erkaklarni sehr jodu qilib yurishibdi. Hushyor bo'linglar. Men nima tavsiya qilgan bo'lardim? Ko'chada ayollarni, begona ayollarning qo'lidan hech narsa yemang, hech narsa ichmang iloji boricha. Chunki eng yomon narsalardan bittasi bu ayol kishi o'zini uzrli qonini erkak kishiga ovqat qilib, choy qilib, kola qilib turib aralashtirib berib qo'yishligi mumkin. Bu narsani faqatgina mana shu sehrgar, folbin, jodugarlarga borgan vaqti nimadir kuf-suf qilib beradida, o'sha qonni keyin borib erkakka ichirib qo'yadi. Bu tomiz ketadi. Tomiz ketib qoladi, o'zingizni kontrol qila olmaysiz. Otangizni ham tanimaysiz, onangizni ham tanimaysiz, bolalaringiz ham ko'zingizga ko'rinmaydi. Xotinni umuman gapirmasa bo'ladi. Birovni qo'lidan bir narsa yeyishlikka, ichishlikka juda ham xushyor bo'linglar. Iloji boricha bu narsani qilmanglar. Hop, bu narsani o'nglasa bo'ladimi desa, ha, o'nglasa bo'ladi. Sehrlarni kessa bo'ladi. Faqatgina bu bir muncha vaqt talab qiladi. Endi masjidga borasizmi, birorta ahli ilmni oldiga borasizda, o'zingizda bo'layotgan mana shu yomon vaziyatlarni aytib beradigan bo'lsangiz, domlalar, ahli ilmlar sizga dam solib turib, bu narsani qaytarishligi balki mumkindir. Xo'p, ixlosga ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Lekin aytganimizdek, kasalni davolagandan ko'ra uni oldini olganimiz yaxshi-da aslida. To'g'rimi? Nima keragi bor? Nima keragi bor? Endi bu narsa bilan shug'ullanayotgan ayollarga men aytmoqchiman, hurmatli opa-singillar, agar siz erkak kishi uchun o'zimga masalan qarataman, yaxshi ko'rdiraman, sevgisini qozonaman, boshqalar ko'ziga ko'rinmasin deb turib bu narsani qiladigan bo'lsangiz, bitta erkak kishi uchun masalan oxiratingizni kuydirib yuborishligingiz umuman arzimaydi. Chunki buni masalasi juda ham og'ir dinda. Kimga qiziq bo'lsa, fatvo markaziga murojaat qilinglar yoki bo'lmasam Google'da, YouTube'da qayerdadir qidirib ko'ringlar, sehr jodu, issiq sovuq bilan shug'ullanish mumkinmi deb. Sizga mana shu fatvolarni, uni oqibatlarini aytib berishadi. Hop, aytganimdek, buni masalasi juda ham og'ir, arzimaydi. Bitta erkakni muhabbatini qozonaman deb turib, yoki bo'lmasam ba'zilar qaynonasiga qiladi, keliniga qiladi, qaynopa, qayni singillariga qiladi. Dunyoda nimanidir, masalan, men qo'limga kiritaman deb turib, oxiratingizni kuydirib yuborishlikka umuman arzimaydi. Umuman arzimaydi. Shuning uchun iltimos qilaman, hurmatli opa-singillar, bu narsaga yaqin yo'lamanglar. Afsuski, kimdir aytishligi mumkin, hozir kommentariyada bu bilan erkaklar ham shug'ullanyapti deyishligi mumkin. Afsuski, erkaklar ham qilishadi, lekin nisbatan soni biroz kamroq ayollarga qaraganda. Iltimos, sehr, jodu, issiq sovuq degan narsa bilan shug'ullanmanglar. Buni qilayotgan insonlar oldiga bormanglar. Bu bilan shug'ullanadigan ayol singil, opa singillar, tanishlar bo'lsa, iloji boricha yo to'g'ri tushuntiring. Buni qilmagin, yomon bo'ladi. Oqibati juda ayanchli bo'ladi. Bu jirkanch ish deb tushuntiringlar. Tushunmasa, bunday insonlar bilan iloji boricha aloqani uzib tashlanglar. Bunday insonlar do'st, dugona bo'lishlikka umuman arzimaydi, yaramaydi. Afsuski, yaqinda mahallamizda kamera bor. Kechqurun 1:30da qo'shnimizni darvozasini tagiga kelib turib, haliga nimadirlarni qilib ketyapti-da. Juda ham yomon narsa, juda ham yomon narsa. Biz o'zimizga o'zimiz birinchidan xushyor bo'lishligimiz kerak. Birovning qo'lidan narsa, begonalarning qo'lidan yemaymiz, ichmaymiz va o'zimizni bundan ehtiyot qilmasak, birov kelib turib bizni ehtiyot qilib qo'ymaydi. Davolagandan ko'ra oldin olgan yaxshi bo'ladi. Iltimos, e'tiborga olib qo'yinglar. Mabodo kimdir bu narsani boshiga tushgandir. Kommentariyada yozinglar, kim bu vaziyatdan qanday chiqib ketdi. Boshqalarga balkim foydali bo'lib qoladi.